هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Yasin tefsiri 33. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Yasin suresi 33. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Ölük, yani qurg'oq zaminni yağmur bilan terildirib, uningdan ular yeydigan ochliqni o'stirganligimiz ularga Allohning qudrati kamilasini ko'rsatadigan alomatdir. Biz zaminda nurg'unlagan xorma bog'larini, uzum bog'larini barpo qildik. Shu zaminda buloqlarni iqitdik. Ular onun, yani bağlarının meyvesini yesin. Bu meyvelerini ularning qo'llari yaratgan emas. Ular Allah'ның nimetleriga şükür qilmamdi. Allah bütün ayıp noksanlardan pakdir. O bütün şeylerini cüb yarattı. Ziminden önüp çıkıdığan neslenin, ularning özlerinin ve ular bilmeydiğen nesile, yani acayip məxluqatlarının hemmisinin cübdi var. Alemnin yaratquchisi ve ölgenden keyinki hayatlıqның boladiganligini isbotlash to'g'risida. O'simliklardan hech narsa unmagan, qog'jirab ketgan o'lik zaminga Alloh taolo yomg'ir yog'dirsa, u jonlanadi ve köpüşüp türlü chiroyli o'simliklarni undirib berdi. Bu insanlarga yaratquchining mavjud ekanligini, uning to'liq qudratini va o'liklarni terildira oladiganligini ko'rsatadigan alomatdir. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: O'lik, ya'ni qurg'oq zaminni yomg'ir bilan terildirib, uningdan ular yeydigan ochliqni o'stirganligimiz ularga Allah'ның qudrati kamilasini ko'rsatadigan alomatdir. Biz zaminda nurg'unlagan xorma bog'larini, uzum bog'larini barpo qildik. Shu zaminda buloqlarni iqitdik. Yani shu zaminda insonlarning bog'larni barpo qilib, shu bog'larning mevasini yeyish uchun ular ehtiyojliq bo'lgan yerlarga suv iqib boradigan daryolarni qildik. Alloh taolo maxluqotlariga ochliqni yaratib berganligini tilga olgandan keyin uning ulabla türi va har xil bo'lgan meyvelarni yaratganligini tilga ilib o'tdi. Bu meyvelarni ularning qo'llari yaratgan emas. İbn Abbas radhiyallohu anhuma ve Qatada qatarlıqlar bu ayetning ma'nosi haqida mundaq deydi. Yani bunun hammasi faqat Alloh taolaning bandalarga qilgan rahmatidir. U hergiz ularning tirishchanligi, tadbirchanligi ve kuch-quvvatidan qo'lga kelgan emas. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Ular Allah Taala'nın ulağı bergen, sanab tüketkili bo'lmaydigan bu hisobsiz ne'matlarga shukr qilmamdi. La ilahe illalloh Muhammed Resulullah. Allah bütün ayıp nuqsonlardan pakdir. O bütün şeylerini cüb yarattı. Ziminden önüp çıkıdığan narsalarning, yani ziraatlar, meyveler ve o'simliklarning, ularning o'zlarining erkek dişiden ibaret ve ular bilmeydiğen nesile, yani acayip məxluqatlarının hemmisinin cübdi var. Bu vaqtda Allah Taala mundaq degan: Sizlarning ibret ilişanlar üçün her bir narsani cüb yaratdik.
Ulağa Allah'ның qudretini göstərən bir alamet keçidin ibarətki, onundan gündüzünü ayrı bitimizdə, yani gündüzünün nurunu yoq qılıb bitimizdə, ular nagahan qaranğuda qalıdı. Gün belgilengen joyiga qarab sayr qiladi. Bu g'olib, hammani bilguchi Allohning oldin ola belgilagan ishidir. Ayga sayr qiladigan manzillarni belgiladik. U oxirgi manzilga yetib borganda xormining qurib qolgan shexiga o'xshash bo'lib qoladi. Kunning ayga yetib olishi, ya'ni ikkisining jam bo'lib qolishi, kechining kunduzdan eshib ketishi, ya'ni vaqti kelmasdan kunduzning o'rnini elishi mumkin emas. Har biri palakda üzüp turadi. Kechi bilan kunduzning, kun bilan oyning Alloh taolaning qudratini ko'rsatadigan buyuk alomatlardan ekanligi to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Kechi bilan kunduzni, kechini qorong'ulik bilan kunduzni yorug'lik bilan yaratish, u ikkisini birisi kelsa, yana biri ketadigan. Ya'ni kechi bilan kunduzni bir-biriga ergishib mangdigan qilish insonlarga Alloh taolaning katta qudratini ko'rsatadigan dalillardir. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq degan: Allah kechi bilan, ya'ni kechining qorong'uligi bilan kunduzni yapadi. Kechi bilan kunduz bir-birini qo'g'lashidi. Ya'ni davomli o'rin almishib turdi. Ularga Allohning qudratini ko'rsatadigan bir alomat kechidan iboratki, uningdan kunduzni ayirib o'timizda, ya'ni kunduzning nurini yo'q qilib o'timizda, shuning bilan kunduz ketib, kech keladi. Ular nagahan qorong'uda qoladi. Bu haqda İmam Buxoriy Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. U tarafdan kunduz oxirlashib, bu tarafdan kechi kirishga boshlasa va kun o'ltirsa, ro'z tutquchi iftor qiladi. Mana bu oyatning oshkor ma'nosidir. Kun belgilangan joyiga qarab sayr qiladi. Bu g'olib, hammani bilguchi Allohning oldin ola belgilagan ishidir. Bu oyatdagi belgilangan joyiga degan so'z to'g'risida ikki xil qarash bor. Uning biri kunning makon jihatdagi belgilangan o'rni ko'z tutilgan bo'lib, u o'rin arshning ostidagi zaminning, ya'ni bir tarafiga yaqin keladigan, zaminning yana bir tarafiga yaqin keladigan joydan iboratdir. Kun qayerda bo'lmasin, u va barliq mahluqotlar hamon arshning ostidan bo'ladi. Arshning ostida bo'ladi. Chunki arsh barliq mahluqotlarning o'g'isidir. Arsh xil ko'p sondagi astronomiya olimlari gumon qilgandek yumaloq emas. U haqiqatan turiklari bor gumbaz shaklida bo'lib, uni farishtalar ko'tarib turdi. Arsh insonlarning boshlarining usti tarafida, ya'ni olamning yuqori tarafidadir. Kun ching tush vaqtida palak gumbiziga kelgan chaqda arshga eng yaqinlashgan bo'ladi. Bu o'rinning dal qarshisida 4-palakda aylangan chaqda, ya'ni yerim kechi bo'lgan chaqda arshdan eng yiroqlashgan bo'ladi. Shu vaqtda Alloh taologa sajda qiladi va takror chiqish uchun Alloh taolodan izni so'raydi. Bu vaqtda nurg'unlagan hadislar kelgandir. İmam Buxoriy Abu Dar radiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men kun o'ltirib atgan chaqda Payg'ambar alayhisalom bilan billa masjidda edim. Payg'ambar alayhisalom: "Ey Abu Dar,
kunning qayerga boradiganligini bilamsan dedi. Men Allah ve Allah'ın peygamberi bildi dedim. Peygamber aleyhisselam o hakikaten erişinin astidagi secde kıladigan o'rniga bardi. Ani shula Allah Teala'nın kun belgilengen joyiga qarab sayr qiladi. Bu g'olib hammani bilguchi Allohning oldin ola belgilagan ishidir degan oyatida ochiq aytilgan edi. İmam Buxoriy yana Abu Dar radiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhisalomdan Alloh taoloning kun belgilangan joyiga qarab sayr qildi degan oyati to'g'riliq so'radim. Payg'ambar alayhisalom uning joyi arshning ostidir deb javob berdi. İkinci qarash. Kunning zaman jihatdagi o'rni ko'z tutilgan bo'lib, u o'rin kunning harakatdan to'xtaydigan vaqti qiyomat kundan iboratdir. Qiyomat kuni kunning harakat qilishi o'z nizomidan chiqib ketib, harakatdan to'xtaydi va nuri o'chidi. Bu olam eng oxirgi chekka yetadi. Mana bu kunning zaman jihatdagi belgilangan o'rindir. Qatada belgilangan joyga degan oyatni kun belgilangan vaqtiga sizlar hisoblab bo'lolmaydigan bir muddatga qarab harakat qiladi deb tafsir qildi. Ba'zi tafsirshunoslar bu oyatdan kunning yozliq chiqadigan o'rinlari davomliq ma'lum vaqtga yo'tkilib turdi. U belgilangan shu vaqtdan hargiz eshib ketmaydi. Ondan qishliq chiqadigan o'rinlari davomliq ma'lum vaqtga yo'tkilib turdi. U belgilangan vaqtdan hargiz eshib ketmaydi deganlik ko'z tutiladi dedi. Bu qarashni ulardan Abdullah ibn Amr radiyallohu anhuma rivoyat qilgan. Bu g'olib, ya'ni qarshilikqa va cheklimga uchramaydigan hammani, ya'ni jami harakatlarni va jimjitlikni bilguchi Allohning oldin ola belgilagan ishidir. Alloh taolo quyoshning harakatiga haqiqatan o'z nizomiga xilof qilmaydigan, aksichi bo'lib qolmaydigan vaqt o'lchimida o'lcham belgiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Allah subhini qorong'udan yerib chiqarg'uchidir. Ya'ni tongni yo'ritquchidir. Allah kechini sizlar uchun istirohat qilib yaratdi. Sizlarning vaqti hisoblashinglar uchun quyosh bilan oyni yaratdi. Bu g'olib, hammani bilguchi Allohning oldin ola belgilagan ishidir. Alloh taolo sura Fussilatning bir oyatini mushundaq tamomlagan. Bu ana shu g'olib, hammani bilguchi Allohning taqdiridir. Ayga sayr qildigan manzillarni belgiladik. Ya'ni kun orqali kecha bilan kunduz farqlangandek, oylarning o'tganligini ko'rsatish uchun oyni quyoshdan boshqacha bir shaklda sayr qiladigan qildik. G'olib va buyuk Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sendan yangi chiqqan oy, ya'ni oyning kichik chiqib cho'ngaydiganligi, ondan kichiklaydiganligi to'g'riliq so'rashidir. Ularga aytqinki, u kishilarning terikchilik, savdo setiq, muomala, ro'z tutish, eg'iz ichish qatorliq ishlarning va hajning vaqtlarini hisoblash uchundir. Allah quyoshni nur chachquchi va oyni nurli qilib yaratdi. Yillarning sonini va vaqtlarning hisobini bilishinglar uchun oyga manzillarni, ya'ni burjlarni tayin qildi. Kechi bilan kunduzni kamoli qudratimizni ko'rsatadigan ikki alomat qildik. Kechining alomatini ko'tarib etdik. Rabbinglarning fazlini talab qilishinglar, ya'ni turmush lozimatliklarini tepish yo'lida sa'iy harakatda bo'lishinglar uchun kechi bilan kunduzning almishishi orqali kunlarning, oylarning, yillarning sonini va hisobini bilishinglar uchun kunduzning alomatini yo'riqlik qildik. Diniy va dunyoviy ishlarning hammasini tafsili bayon qildik.
La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah Teala kunni özüge xas yorug'liq bilan, oyni özüge xas nur bilan yaratdi. Kun bilan oyning aylanishlari, kun bilan oyning aylanishlarini farqli qildi. Kun bo'lsa har kuni bir xil yorug'liq bilan chiqib, kechqurun shu yorug'liq bilan o'ltirdi. Lekin uning chiqadigan va o'ltiradigan o'rinlari qish, yozlarda o'zgarib turdi. Shu sababdan yozda kunduz uzrab, kecha qisqaraydi. Qishda kecha uzrab, kunduz qisqaraydi. Allah Teala kunduzni kun bilan yoriydigan qildi. Kun kunduzning yulduzidir. Ammo ayga bo'lsa Allah Teala manzillarni belgiladi. Ay yangi ayning dastlabki kechasida hajmi kichik va nuri g'uvo ko'rindi. Ondan ikkinchi kechasi avvalgi kechadan nurliroq va egizroq chiqadi. Ondan qanchalik o'rlab chiqqan sari nuri kuchli bo'ladi. Gerçi ay nuri kundan qabul qilgan bo'lsa-mu, gerçi ay nurni kundan qabul qilgan bo'lsa-mu, uning nuri 14-kechasi to'liq to'shib, to'liq ayga aylandi. Tulun ayga aylandi. Ondan ayning oxirgichilik kemiyishga boshlab, qo'mining qurib qolgan shexiga o'xshash bo'lib qoladi. Arablar ayning har 3 kechasiga ayning shakl va nur e'tibori bilan bir ism qo'ygan edi. Dastlabki 3 kunni g'urar, keyingi 3 kunni nufal, keyingisini tusan, keyingisini ushar deb ataydi. Uningdan keyingisini oq deb ataydi. Chunki u to'lun ay kechilar bo'lib, ap-oq yuriydi. Uningdan keyingilarini durai, ondan zulam, ondan hanas, ondan daadi, ondan mahaq deb ataydi. Kunning ayga yetib olishi, ya'ni ikkisining jam bo'lib qolishi, kechining kunduzdan eshib ketishi, ya'ni vaqti kelmasdan kunduzning o'rnini elishi mumkin emas. Mujahid ikkisining har biri uchun belgilik chek qo'yilgan. Ular shu chekdan eshib ketmaydi. Ayning vaqti kelsa kun ketadi, dedi. Ekrema bu oyat haqida mundaq deydi. Ya'ni u ikkisining har biri uchun belgilangan vaqt bor. Kunning kechida chiqishi mumkin emas. Kechining kunduzdan eshib ketishi, ya'ni kechi bo'lganda u vaqt yana uzrab kunduz o'rnini elib ketishi mumkin emas. Ya'ni kunga tava vaqt kunduzdir, oyga tava vaqt kechidir. Zahak kecha bu tarafdan chiqib ketmay turib, u tarafdan tang yormaydi deb qo'li bilan sharq tarafini ishorat qildi. Mujahid bu oyat haqida mundaq deydi. Kechi bilan kunduz bir-birini qo'g'ilishidi. Biridan yana biri ayrilib, ayrim holda sayr qiladi. Buning ma'nosi kechi bilan kunduzning orasida harakatdan to'xtash yuz bermaydi. Balki u ikkisining har biri yana birisining orqasidan qonunliq tartib bilan agishidi. Chunki u ikkisi bir-birini qo'g'lashib, suratda ilgari keyin bo'lmay aylanishga bo'ysundirilgan. Har biri falakda uzib turdi. İbn Abbas, Ekrema, Zahhak, Hasan, Qatada va Ata Xurasani qatorliqlar mundaq deydi. Kechi bilan kunduz, kun bilan oyning har biri o'z harakat orbitasida aylanib turdi. Elhamdülillah, yuqorida Sure Yasin tafsiridan
40. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.